bu yoqqa qo'ysammikan yoki bu yoqqa bu yoqqa qo'ysammikan? Ya assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan birgalikda mana bu rasmni qayerga qo'yishni qilamiz deb keldim. Ammo lekin o'rtog'im meni anonga chaqirgandi. Ya'ni u yerni remont qilishga o'shanga ketishim kerak, lekin men rasm qo'yish bilan ovora bo'lib o'tiribman. Xo'p, mayli, keyin buni qo'ysam yaxshiroq bo'lardi. Boramiz va kirkani olsak, agar keyingicha go'sht, o'z 4 ta mol go'shtim qolgan. Unaqa ko'p ham mol go'shtim qolmagan. Nu mayli, ketdik. Endi sekin-sekin boraveramiz. Xo'p, yangi bolta olganman. Temirdan bo'lgan bolta. Qanday chiqdi? U aytdi, so'ng bo'lganmi nima bo'ladi, o'zim bilmayman. Xo'p, mana bu yerda kesib o'tamiz, chunki u ana bu yerda do'stimning uyi nima? Uyga nima daqda bilan shunchalik buzilib ketdi-da uy. Xo'p, o'zi ko'rinmaydi. Uyning ham ichida nega eshiklar singan? Kecha kelganimda eshik sinmagan edi-yu. Barglar nima qilyapti bu yerda? Jicha pashsha ovozlari ham eshitilyapti. Qanaylik bas kutaylikchi, ko'ramiz kelarmikan, kelmasmikan. Bola bir bas kutdim, lekin o'zi kelmadi. Xo'p, bo'lmasam o'zim ishlari boshlayman. Sekin men bulardan bo'lishni boshlaymiz. Sekin 1 2 va ye qandaydir kitob. Grechka nima bor ekan? Agar bu jitelni topmoqchi bo'lsang, o'rmon ortidagi eski fabrikaga bor. Nima u fabrika? Enter book title, enter the title here by Azad Cat, not way you second. The book it's will. Bu kitobning nomi hali qo'yilmagan ekan ham. Mayli, bunga qo'yamiz, lekin men bilmayman-ku. U eski fabrika mana bu uy orqasidagi o'rmondami yoki mana bu uy orqasidagi o'rmondamikan? O'sh taraflarda. Mayli, merdan so'rab kelaylik, keyin ko'ramiz. Hozir merning uyiga boramiz. Bu yerdan kesib o'tamiz yana. Mana mening uyi. Mana o'zi ham turibdi ekan. Mer. Короче, ana yerdagi jitel bor. Tanisizmi o'sha yerdagi jitelni? Ha, albatta, nima bo'ldi? Nega bunchalik o'kiyni yashlab qisib gapir? Xo'p. Короче, o'sha jitel uyda yo'q. Eshiklar sinib ketgan, oynalarga taxta qilib ketilgan. Kecha borganda unaqa emasdi. Keyin kitob topib oldim, uyni eshitayotganimda. O'sha kitobda nima deb yozilganini bilasizmi? Yo'q, men qanday bilay? Mashinani quduqida o'tiribman. Eski fabrikaga qochib ketgan ekan u jitel. Nima? Eski fabrika? U yerga hech kim bormaydi. 3000 yil bo'ldi u yerga hech kim bormaganiga. U yerda zombilar bosib ketgan. Nima qilasan? U yerga bormoqchisan? Ha, agar u xavf ostida bo'lsa-chi, borish kerak-ku baribir. Sandan olar, u yerga bo'ladigan kompas bor. Xo'p, qani. Mana u bo'lsa kerak-a. Xo'p, mayli, rahmat jitel. Bu yerga yopamiz. Mana hozir uyga boraman, shtobe men narsalarimni qo'yib keyin ketaman. Xo'p. To'g'rilasa nima bo'lar ekan o'sha yerda? Xo'p, bu yerdan yopamiz. Xo'p, bu yerdan yopib, endi skladimga yopaman. Shtobe skladimda bu yerdagi narsalarni hech kimga aytmayman, hatto ham bilmaydi. Xo'p, buni olamiz va buni olamiz. Xo'p, mana endi mana bu narsalarni qo'yib ketaman. Ya'ni qayerga qo'yib ketaman? Bu yerga qo'yib ketaman. Xo'p, nimalarimni? Buni ovqatga deymiz, kompas va chuk. Mana ular, hop, mana. Tak. Mana narsalarimni joylashtirib oldim ham. Endi ketsak bo'ldi. Xo'p, mana bu kompas qayerga ko'rsatyapti ekan? Mana bu ananing backroom. Hop, bo'lmasa mana ham bitta ko'rsatyapti. Negadir mashinalar ko'rsatyapti bu yerda. Dedim. Hop, mayli. U yerga borgandan keyin kamerani yoqaman, chunki u yer uzoqligini bilsanglar kerak. Hop, mana ancha yo'l bosib kelyapman. Mana bu yerda ko'rsatyapti. Zombilarni otyapti. Voy, zombi.
Hop, yangi apokalips. Hop. Parkur bo'lsa kerak bu yer. Hop, o'tamiz. Lekin men qo'rqaman, parkurlardan o'tishni bilmayman. Hattoki qornim ham och. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Hop, mana. Hop, mana. Hop, mana. Hop. Keldi mana qo'yib. Qandaydir ovoz eshitilyapti. Mayli. Bu yer niye qulf? Ochilmaydimi bu yer? Ovozlar kelishni boshlayapti qandaydir. Hop, bu yerdan mantiqay. Hop, bu yerlarda kitoblar. Qayerdan topamiz axir? Bu yerni eshitdim. Bilmadim. Yormaylik ishini. Bu men tentin qo'ydim. Bu yerda ham yo'q. Bu yerga qo'yaylik. Bu yerda ham yo'q. Bu yerda hech narsa yo'q. To'xtanglar, men kirganimdan mara ko'rdim. Mana yo'q. Bu yerda ham yo'q. Bola voydan beri qidiryapman, yarim soat bo'ldimi deyman. Negadir topilmayapti axir. Mana shu yerlarda bo'lsa, sunduk. Lekin ochib. O, mana ko'chalarni topolman dedim ku bolalar. Axir. Hop, jitel ham hozir ishlayapti. Ochildi. O, jitel. Qaraysan, yaxshimi? Tez o'qitgan. Bo'lmasa bu yerdan kelsa o'lamiz. U kelsa o'lamiz ikkalamiz ham. Tez o'qitgan. Bu yoqdan bunaqa ochilmaydigan ham ekan. Qayerdan olsam bo'ladi? U yerga aytadi, o'sha qutqarada bitta bor dedi. Ha, o'shani topdim-da. Yo'q, bu yerda bitta emas, ikkita. Tezroq o'sha yerga bor. O'zi yerga tezroq tezroq qutqar, kelib qolmasa bizni o'ldiradi. Hop. To'xta. Hop. Bu yerlarda yana bor ekan. Endi qishloq qo'rqitib qoldi. Lekin menda o'sha tajriba bor. Men bitta nima bor ekan? Ana, ko'rdinglarmi bolalar? Bittani topdim. Ana. Hop, bolalar. Bo'lmasam bu yerni ochamiz. Rasa mag'allab ketgan yerlar bor ekan. Bu yerni yopamiz va qo'yamiz. Hop, ochamiz. Yur qishloqqa, yur, qochamiz. Yur, ketdik, yur. Qochdik, yur. Hop, bo'lmasam bolalar, biz tezroq yuguramiz. Hop, och. Nima yo'qyapti? Tezroq qochish kerak shekilli. Ko'rdingmi? Bu yerlarda qanday o'rmon. Bu yerda 1000 marta uzoqda qishloqmiz. Tezroq qochish kerak. Lekin bu yerlarda o'tib mayli. Bolalar, kameraga hayal narsaga to'xtatmasam bo'lmaydi, chunki kamera bilan yugurish ancha og'ir bo'lyapti. Hop, mayli, sogʼ bo'linglar.